Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabulda fuqarolarning pensiya tizimiga oid murojaatlari ko'rib chiqildi. Unda ish staji yetarli bo'lmagan hollarda o'zini o'zi band qilish orqali pensiyaga chiqish, pensiya miqdorini oshirish masalalari yuzasidan murojaatlar tinglanib, tegishli tushuntirish va tavsiyalar berildi. Islom Nishonov lavhasi shu haqda. O'zbekistonda pensiyani naqd pul shaklida olishni onlayn tarzda tanlash imkoniyati yaratildi. Endi fuqarolar pensiya to'lovini naqd shaklga o'tkazish xizmatidan foydalanishi mumkin. Bu haqda Buvayda tumanida o'tkazilgan ochiq muloqotda batafsil ma'lumot berildi. Hududga tashrif buyurgan pensiya jamg'armasi rahbariyati vakillari tizimdagi yangiliklar hamda fuqarolar uchun yaratilayotgan qulayliklar haqida fikr yuritdilar. Jumladan mening pensiyam ilovasini ishga tushirish rejalashtirilayotganligi aytildi. Bugungi kunda agar men pensiyaga chiqsam, meni pensiyam qancha bo'ladi? Shu narsadan biz xabardor bo'lib boramiz. Va buni yana qulaylik tarafi, masalan, qaysidir davrlarimiz inobatga olinmayotgan bo'lsa, yoki ish haqlarimiz ko'rinmayotgan bo'lsa, biz shunga qarab harakatimizni qilamiz. Sayyor qabul davomida fuqarolarning pensiya tizimiga oid murojaatlari ko'rib chiqildi. Xususan, ish staji yetarli bo'lmagan hollarda o'zini o'zi band qilish orqali pensiyaga chiqish, pensiya miqdorini oshirish, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini tayinlash kabi masalalar yuzasidan murojaatlar tinglanib, tegishli tushuntirish va tavsiyalar berildi. Aprel oyida 55 ga to'lasim, aprel oyida 55 ga to'lganingizda shunda sizda ishda pensiya to'lashga huquqingiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizni yoshga doir pensiyaga, lekin uning uchun 7 yil stajingiz bo'lishi shart. 7 yil stajingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, shunda 1 oy bo'lsa ham turmush o'rtog'iga staji bo'lgan bo'lsa ham, voqasi yo'qotganli pensiya to'ligiga siz o'ta olasiz. Umuman olganda pensiya tizimida joriy etilayotgan raqamli xizmatlar fuqarolar uchun yanada qulaylik yaratmoqda. Onlayn xizmatlar orqali vaqt tejalmoqda. Sayyor qabullar esa aholini qiynayotgan masalalarni joyida hal etish imkonini bermoqda. Bu esa pensiya tizimida ochiqlik va fuqarolarga yaqinlikni ta'minlashga xizmat qilyapti.